tug'ilgan kuniga wishlist qotganda, men tug'ilgan kunim o'tib ketganligi uchun 2026-yilda o'zimga olmoqchi bo'lgan wishlistlarim haqida yoki sovg'a qilsanglar ham bo'ladi. Pandoradan uzuv, mana shu. Menda brasleti bor. Именно mana shu sharmikimga mos rozvoy serdichkali uzuv xohlayman. Yili pravamni olish. Pravamni 5 yildan beri olganim yo'q. Точно bu yil pravamni olmoqchiman. Malibu sotib olish. Da это же сложно. Hamma narsani iloji bor. Shuning uchun qora Malibu 2 primer. Chanel atar. Вот Chanel'li любительman. Именно mana shu. Keyingisi bo'lsa albom. Именно albom, men fotosessiya qilgan rasmlarimni chiqastirib, hisob yig'ib qo'yish. Wish listimda, Instagramda o'zim biznes akkauntim 30 mingta bo'lgandan keyin iWatch seri rangidan yoki golddan o'zimga sotib olish. AirPods Max именно bejli yoki seri rangidan. Dior kosmetический, shu Dior brendi yoqadi menga. Вот поэтому Dior. Wish listimdagi самый дорогой подарок это Rolex. Rolex o'zim umuman sotib olishni xohlamayman. Kimdir qachondir menga Rolex podarka qilishini xohlayman. Listimda bir donagina narsani sotib olganman. U ham bo'lsa Polaroid fotoapparat Instax'ga именно Mini 9 ni. Faqatgina shuni sotib olganman xolos. Podarka qilishsa bo'lay yaxshiroq-da. Chem sotib olgandan ko'ra. Bu taroda bo'lsa, sochimni taramayman, hech qanaqa mikrofon yo'q. Xayr.